Assalomu alaykum do'stlar. Aeroport 2'de 200 kvadrat metr 100% pod ключ Tashkentskiy uslubda tayyor holatda sotib chiqqan joyimizni obzorini qilamiz. Like'larni bosib beringlar do'stlar. Quruvchini, ustalarni juning qilingan me'natlari do'stlar, xudo xolasa guvohi bo'lasizlar. Joyimiz 100% pod ключ tayyor holatda dedik. Avtomat darvozalari bor, oldilari burchakka qilingan. Endidan 10 metr bo'ladi. Barbekü zonalar ichanni ko'rasizlar hozir. Kanalizatsiyalarimiz taş kısmına çıkan lokatsiyamıza geladigan olsak, Sanjar to'yxonani gap telefon urasizlar. Tushuntirib beramiz yurtdoshlar. Avtomat darvoza, noshnoy biralarning adomina o'rnatilgan yurtdoshlar ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik. Eshiklar ham sifatli, qalin eshiklardan qo'yilgan ekan. Bismillah. Yana yurtdoshlar. Like'ini so'rab turgan narsa, xudo xolasa basinglar yurtdoshlar shu narsani. Ajoyib hovli joy. Rim kolonnalar taşalgan azıdım bir trendde вообще şimdi uyumuzni açıp bezep duradigan fasadni şu kolonnalarımız ham yine travertiller ham zo'r sepkenlar do'stlar. Bu yerda barbekü zona hammaga kerak narsa. Uyda обязательно bu narsa. Посудомоечница, mangalniy bunday barbekü kazanı, ocakı, hoşum. Xonadonimizda gelip təşkillərini soğub əcaib etib yaşayırsınızlar. Xudo xolasa bizə səbəbçi bo'lalı satılışına. İnşallah kommentariyada amin deb yazıb qoyunlar. Allah Taala bizəni qollab quvvatlab turğanlara bundan ham zo'rini kəmində işinin joyini nasib etsin deb qalamiz. Kuzatamiz do'stlar. Bu yerda mo'rlarni chiqarib qo'yibdilar ekan, demak kotelnimiz birinchi podvalında bo'ladi. Yine bu noshnoy sветильniklarga qarang, buralar. Yurtdoshlar, alohida tema ko'rishingiz mumkin. Letniy hojatxonasina dom bor. Bu yerda suv ketadi. Ajoyib. Ben avtomat darvozadan shura mashinangizni girgizib, xohlasangizlar beanam birini girgizib qo'ysa bo'ladi ekan yurtdoshlar. Dalshi ketdik ichkari qismina. Podvalni oynalar ham qaragan ekan. Ko'rkalar ishlangan do'stlar. Bismillah. Qani ketdik. 10 joylar deb aytaverganmiz obunachilarimizga do'stlar. Girgan yerda yana hol, dalan. Tak. Remontlarni bahosini berib boringlar do'stlar. Girganimiz keng tushgan o'ng tomonda rakovinamiz, oynalar ham yana необычный shundan rombik oynalardan asib qo'yib deganlar do'stlar. Tak. Bu yerda suv svet gazdan muammo yo'q bilasizlar. Bu yerda dekorativniy уже художественный ishlar qilingan, ручной ishlar qilingan bu yerda manzarasini ko'rib turibsizlar. Tog'dan sharshara suv oqib. Perdeler, lyustralar do'stlar. Ko'ringlar. Tak. Bu yerdan bir shunday kombinatsiyalar qilingan ekan. Отдельный konditsioner точкалari tashalgan. Bu yerda воздух sirkulyatsioniy liniyalarimiz bu yerda. Demak, desam adashmam bo'lamiz. Xonalar bilan xatar danışamiz. Bu anda gelin beylerimiz için maksimalni sharoit. To, что надо dedik-ku. Kuxnya. Qaranglar. Quruvchini nechki odamligi fokusidan ham bilinadi do'stlar. Chunki fasaddan aytib turibdi, uyga mehr berilgan, mehnati qilingan, kalla qatirilgan do'stlar, расходы qilingan joy. Bu yerda hech qanday naложение etib o'tirmaysizlar. Kelasizlar, gilamlardan döşab qo'yibdilar. Shunda bir narsani ko'rsatib o'ting yurtdoshlar. Eng cho'qli pol kafelarni qaranglar. Ustidan gilam tashab qo'yibdi. Qimmatbaho sifatli kafelardan materialni ayamag'anlar, hatto chemtoa bo'y qilingan. Bu yerda lyustralardan alohida tema. Xudo xolasa agar ko'rsangizlar, gaz plitasi o'zini. Вычишкасы do'stlar. Bu yerda микроволновый печь, вида духовки выпечки классла. Так, bu yerda посудомоечный. Masalan endi tak, gelib ko'ringlar, guvohi bo'lasizlar do'stlar. Холодильник ham bor. Barcha sharoiti bilan yurtdoshlar. Eshiklarimiz alohida tema aytib o'tmoqmiz. Qimmatbaho eshiklardan qo'yilgan joyimiz jihozlangan. Bu yerning ikkinchi etajga chiqib ketadigan lestnitsamiz. Buram spesialistlar atmetkalarni zo'r olingan quyma lestnitsa bo'ladi. Zalga giramiz, ikkala eshiklar, steklanli, oynalı. Ajoyib eshiklar krashinli. Bismillah. Zal. Do'stlar, me'morlarning so'maka katta ob'yomda zal. Xudo xolasa, lyustralar ham
Özünü did bilan tanlangan. Patologlar ham chotki dizaynda ishlangan. Figuralar berib, galagenlar asıb, ramka ustubundan foydalanilgan bir yerda atachinto. Pisosniy, gladkiy. Yine perdelerini ham görünüyor dostlar. Acayip. Gilamdan e'tibor beringlar joyimiza. Действительно fokus bilan, did bilan yine buralarni ham acayip alohida shuning zo'rindan tanlagan ekanlar. Kombinatsiyalar qilingan bu yerda. В общем, kelinglar, alinglar deb turgan joy xudo xolasa. Bu yerdan koridorimizda dostlar, gilamlari döşalgan, aytib o'tmayapmiz. Dalandan qimmatbaho ipek gilamlar döşalgan. Bu yerda sanuzel bor. Kafellar kombinatsiya qilingan, разный shuning dizaynda. Ariston, bu yerda уже portichkamiz, unitazimiz, vannamiz, rakovinamiz. Aynalar ham taqilgan do'stlar. Bir de smesitellar ham, bir de platensa sушитель. Ko'p yerlarda qo'ymaydilar, lekin aytib o'tganimizdek, bu joyimizda kir mashin qo'yadigan tochkalar ham alohida inobatga olingan. Yanımız spalnya. Spalnya'ya giramiz. Birinchi etajdagi spalnya. O'zini dizayni bilan alohida uyimizni mehr berilganligi do'stlar, ko'ringlar. Gilamlar ham döşelganlarni buralarni bosib qo'yib turadi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Birdan shuning kombinatsiyalar qilingan perdeler bir yerda ko'rishingiz mumkin do'stlar. Konditsioner tochkalaridan ham bor ekan. Kabel kanallarına bomba dostlar. Teplый pol upravlение kollektorlar şöyle gitken o'rnatilgan. Podvalni bir danışib beramiz, keyin ikkinchi etajga chiqamiz inshaalloh. Lestnitsani ko'rib turibsizlar. Hozirdan moda bundan lestnitsalarni qo'yishlik, европейский kinolarda ko'rardik bunday lestnitsalarni. Podvalni kengligini beyanlay olamiz, общий объем. Bu fasadga qaragan, ko'chaga qaragan yerimiz. Podvalni kengligini ko'rib turibsizlar. Bu yerda kolonna, egir, sesmolar, железобетон bilan ishlangan bu. Настенный kotyollarning eng qimmat bahosini oldik dedilar, eng sifatlisini. Bu yerda yine sirkulyatsionniy nasoslar, teplый pol upravlениyalar, reduktor, stabilizator. Depoga chiqamiz. Joyimizdan joy xudo xolasa. Nasibasi qo'shilgan obunachilarimizga muborak yo'sinda aytib o'tiramiz. Bu yerda lyustrasi alohida tema. Babuchki deydi. O'raslar bize kepelek deymiz. Nechadan ko'rsatamayman deb tashlar. Zor. В общем, yan tomonlama shunday high-tech buralarni asib qo'yibdilar. Lestnitsamiz, ko'rishingiz mumkin. Lestnitsadan chiqamiz. Bu yerda mana xonalar qator. Zali, sanuzel, spalnya, zal. Tak, benim spalnya desa bo'ladi. Bu yerda bir zal yana do'stlar. 100% под ключ holatda joyimiz. Kelinglar, ko'ringlar. Savdolash bo'larasizlar. Bahosini ming marta arziydi. Baho alohida to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda do'stlar, aeroport 2'de bir de yer o'rnusini o'zi bir 50 ming dollarga yaqin olib ketdi. Shunday patologlar ham fokus bilan, did bilan tanlangan dizaynda ishlangan. Ne deysizlar? Белоснежный deydi-ku. Bu yerda yana spalnya. Beram shu gap. Yarki svetdan foydalanilgan buralari, alohida lyustralar ham yana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, yasangizlar, yoqadi bu joy. Konditsioner tochkalar, kabel kanallar, rozetkalar, alohida biraz spalnyani qo'ysangiz, ikki tomonda yana notebook, telefonlarni zaryadga qo'yib ishlatadi. Bu yerdan
Sanuzo çıraylı işlengen. Acayip şərait maksimal derecede. Tayyor halatda dostlar. Ya zal. Zal mısan? Zal. Gilemlerden döşep koydular kalın gilemlerden. Nene patologları qala gelirlər, figuralar bəlliyen, lustralar, pərdelər əlaqədə deyəm. Adaşmasam şu irada fikən pərdelər oxşudu. Dikilişləri acayip profesyonelni. Yanını gördük, meyədəki kanamız qaldı ya. Cay mısın? Cay. Xuda qalasa videomuzun yakınında aytıp ötün dostlar. DP'nin özünde 4 xana. 1, 2, 3, 4 xana. Sanuzalanma, balkonlanma dostlar. Şimdi birinci etajdan şu gap başlayıp podvalanma plus. Bilyardni stol, taşap tennisini stol, trenajörünü şu nələrini koysanızların buraları. 1, 2, 3 yine bu davanımız bilen. Allah Teala həmən nasip etsin. Maksimal şəraiti bilen mücaylarını çıkarıp baraveremiz. Xuda xalasa Allah Teala nasip etsin koşkan adam aladı. Duada bulunma. Allah Teala Kerem'in gen zat həmmə geyşünü mücay alış nasip etsin. Bizəni səbəb çıxılsın. Like'larına basıp oturğanlar Allah Teala kəmində işinin cayla dastlara yaşaş nasip etsin. Rahmet əməyinizə aman bulunma.